Qani birazchikani qo'yna jonim meni qoch birazchika qoch. Xo'p akalar. Bu qo'lni bu yoqqa bossamiz, bu qo'lni bu yoqqa bossamiz. Yaxshi akil eshik ochilyapti. Xavfli kirilmasin deb akalar odam ustiga X ham qilib qo'yibdi. Salom do'stlar, Do'xomtli kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Bobby Playtime degan o'yin o'ynaymiz. Agar do'stlar videochamiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasam do'stlar, biz ham sekingina videochamizni boshlaymiz. Garuvchi akalar, biz birinchi mana shu yerda eshikni ochishimiz kerak. Bu yerda ham mana o'zlaring ko'rib turibsizlar akalar, qandaydir kod bor. Tavakkal teramiz. Siyoh rangda teramiz akalar birinchi. Keyin sariq, keyin yashil, qizil. O'xshamadi akalar, chunki mana eshik ochilmadi. Lekin akalar bu o'yinda oldin ham ko'p marta videosini ko'rgan akalar, endi qiziqib oxirigacha ko'rmagan bo'lsam ham ko'rganman-da. Shuning uchun akalar bilan yashil, siyoh rang, sariq, qizil kod akalar mana shu qo'yizda bo'ladi. Endi bilmaganlar bo'lsa, xo'p akalar borib, terib ko'ramiz. Esimdan chiqib ketmasa bo'ldi akalar, borguncha. Xo'p, davay teramiz. Birinchisi menimcha yashil edi, keyin siyoh rang, sariq, qizil. Menimcha o'xshadi akalar, mana eshikni ham ochdik. Xo'p, bu yerda televizor, bu yerda esa akalar mana kasta mana bu yerga qo'yamiz. Va akalar mana bizga televizorda multfilm emas akalar qandaydir video qo'yib beryapti. Playtime degan akalar o'zi o'ynash vaqti degani. Mana akalar sizlar o'zi ko'rib turibsizlar, mana qo'l akalar. Buni kiysak karoch akalar egzoskeletga o'xshaydigan akalar. Qo'lda bittasi sariq, bittasi qizil. Nimagadir akalar tushunmadim. Chunki ikkalasi ham akalar bitta vazifani bajaradi, lekin akalar qo'l ikki xil rangda, ana shunisini tushunmadim. Xo'p akalar, buni otib qo'l bilan akalar yonimizga tortib olsak bo'lar akalar, har xil og'ir narsalarni. Endi akalar o'zicha endi bizga ko'rsatyapti, ikkita qo'l bilan ham tortsa bo'lar, odam kallasini ushlayapti akalar. Tepasiga yozib qo'yibdi, ehtiyotkorlik bilan qo'ldan foydalaning deb. Xo'p akalar, buni otayapti, buni o'tkazyapti. Bu akalar bizga tukni ulash to'g'risida ko'rsatyapti. Rahmat deyapti. O'zingizning egzo qo'llaringiz bilan mas'uliyatli foydalaning deyapti. Xo'p akalar, o'zim bilaman qanday mas'uliyatli foydalanishni. Tez och, birachika sekingina ochilishini qaranglar akalar, bemalol, bexijolat. Xo'p akalar, mana uni olamiz. O'yin vobshita qorong'i edi akalar. Men picha zirinani ko'tardim. Nima tortmayapti? Akalar, bosib turish kerak ekan tortish uchun. Lekin akalar, nimaga menda bitta qo'l bor? Tushunmayapman. Mana yoqda o'taylikda, chunki ikkita qo'l bo'lishi kerak-da. Mayli akalar, keyingi qo'lda ham topsak kerak. Birinchi navbatda akalar mana shu yerda ochamiz. Xo'p, ochildi. Nega eshik ochilmayapti? Akalar, tepada o'yinda saqraniniya qilayotgan ekan. Ya'ni akalar, biz o'lib qolsak, saqranib bo'lgan joydan akalar yana qayta tirilsak bo'lar ekan. Ey akalar, o'yinda boshida ham, glavnisida ham qaruchi mana shu turuvdi akalar, mana shu bashara turuvdi. Hozircha qimirdamayapti, lekin akalar, qimirdasa sho'rimizni beradi. Ammo kattaligini qaranglar. Oldida bolasicha ham chiqmayman bor-ku. Mayli akalar, o'yin qilmaymiz. Xo'p akalar, mana bu yerga qo'lni bossam, to'gishdan chiqdi. Kim qilganini bilaman akalar. Hamma balo bor-ku, mana shundan chiqadi bor-ku. Xo'p, kalti bor ekan akalar. Olib qo'yamiz mayli akalar, kalt bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi akalar, mana bu yerda ochamiz, bu yerda ochamiz. Menimcha akalar, bu yerda hozir biz tukni ulashimiz kerak. Xo'p, tukni ulashni ham akalar bilaman, bunday narsalardan o'tkazishimiz kerak. Mana shu yer bo'lsa kerak akalar. Ochamiz, sug'urib oldi, buni bossamiz. Mana akalar, qo'limiz yonib turibdi. Bu qo'limiz akalar menimcha tugam o'tar ekan akalar, ko'rasizlarmi qo'ldan. Davay, buni tikkizamiz, menimcha ishladi deb o'ylayman. Nimadirlar chisur etib ketdi akalar. Xo'p, hagi yo'q bo'lib qoldi akalar. Mana yo'q, ko'rasizlarmi? Qayergadir ketdi. Menimcha bu yoqqa ketmagan bo'lsa kerak, chunki bu yoqda ochish uchun ikkita qo'l kerak. Hatto bu yoqqa men ham ketarmayman. Mana shu yoqqa ketgan bo'lsa kerak akalar. Yana ham bilmadim, mana yoqqa ham ketgan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli akalar, ochamiz. Buni ham endi 1 soat kutamizmi desam, darrov ochildi akalar. Vobshita chutki. Mana bu yerda qo'l turibdi akalar. Ko'rlangmi, kirib ketdi. Shuning uchun akalar, biz mana shu tomonga ketib qolaylik akalar. Mana shu tomonga ketdik. Hagi isidan borsam yapishtiradi akalar. Bo'yini ko'ryapsizlarmi? Necha metr chiqadi? 4 metrlar chiqadi. Oh! Yurakni yedim ko'prachga. Shu akalar, men o'tayotgan paytda ham bu qo'llari teshilib qoladi bor-ku. Mayli akalar, yurakni ushlab ketaveramiz. Bu o'yinda akalar, men ham unchalik yaxshi bilmayman akalar. Seryozni hali kostyum topishimiz kerak ekan televizor bilan. Televizor ham bor ekan akalar, video ko'rib olishimiz kerak. Xo'p, buni o'zi oldi. Menimcha buni akalar mana shu yerga qo'ysak kerak. Yana akalar 3 ta topishimiz kerak ekan. Ketdik akalar, yana bittasini ko'ryapman. Qip-qizilini ko'ryapman akalar hozircha.
Xo'p akalar, buni olamiz. Yana ikkita qoldi akalar. Xo'p, bu yoqda ochish uchun ikkita qo'l kerak ekan. Hali ham akalar, men bitta qo'lim bor. Xo'p, ana ular qidirib yurakda shu atrofda akalar kaseta ham bo'lishi kerak edi, lekin xo'p, bu yerda ko'ramiz, bu yerda yo'q, tepalarda ham qarash kerak. Hamma yerda akalar yaxshilab qarash kerak. O'q akalar, yashilini topdim akalar, mana yashilini topdik. Sarig'i negadir chiqmayapti desam akalar, mana sariqni qo'ygan joyini qaranglar. Men narixlarni izlab yuribman, lekin akalar bir narsasi yo'q. Hali ham akalar men kaseta topganim yo'q. Mayli akalar, eshikni ochamiz. Buni qo'yib berasan, birochka tort. Короче akalar, kaseta topa olmadim. Kasetasiz ham akalar menimcha o'xshasa kerak. Mayli akalar, nima ham qilar, kaseta topilganim yo'q. Men bu yerga qo'yish kerak edi, lekin menda kaseta yo'q. Mayli akalar, nima bo'lsa ham kasetasiz ishlasin-da. Ishlamasa kasetani keyin izlab yuramiz. Zo'rg'a topdim akalar. Uchinchisini topish yomon qiyin bo'ldi. Borkim sarig'ini. Keyin akalar o'yinda sirenasini ham ozgincha ko'tardim. Va işte qorong'iligida akalar hech narsa ko'rib bo'lmadi. Xo'p akalar, nimadir olyapti akalar. Qaranglar, tepadan nimadir olyapti. Nima edi no? Qip-qizil akalar, shu menimcha qo'l bo'lsa kerak. Yo akalar, men ustimga olib kelyapti, tushay birachka. Ustimga tashlab akalar shu yuzda tinchitib bersa. Xo'p akalar, mana qizil qo'l. O'zi olinib ketdi akalar. Serioz, men просто sakrab olmoqchi edim. Lekin akalar o'zi avtomatik o'yardi, juda ham yaxshi. Xo'p akalar, bu qo'lni bu yoqqa bossamiz, bu qo'lni bu yoqqa bossamiz. Yaxshi akalar, eshik ochilyapti. Xavfli kirilmasin deb akalar odamning ustiga X ham qilib qo'yibdi. Aynan men mana shu yerga borishim kerak-da. Mayli akalar, chunki bu yo'l akalar, o'yinchoqlarni nima edi, zavod-ku akalar. O'yinchoqlar mana shu yo'l bo'ylab yursa kerak akalar, zavod bo'ylab. Xo'p, xavfli deb yozib qo'yibdi. Apishda qorong'ilashib ketdi akalar. O'ynayotgan joyim hozir anovda, yop-yorug' joyda akalar. Menga nimaga ko'rinmayapti. Yana akalar, yorug'ligini ozgincha ko'taramiz. Baribir qorong'ida akalar, hech narsa ko'rinmayapti borku. Mayli akalar, mana shu qorong'i joylardan o'tib olaylik-da. Keyin akalar bir gap bo'lib ketar, yuzi bu yerda nima qilish kerak? Xo'p, bu yerda ham akalar turkka ulash kerak ekan. Bu yoqda yo'l bormi ekan? Yo'l yo'q ekan akalar. Mana yoqda yo'l yo'q. Xo'p, demak bu yoqda yo'l yo'q. Men qorong'iligi akalar yaxshi ko'rinmayapti-da, nimagadir yo'llar bor-ku. Xo'p, mana yoqdan tepaga chiqsa bo'lar ekan. Turkda ulaymiz, buni qayerga borish kerak? Yana yo'lga borish kerak ekan. Birinchi navbatda akalar bundan o'tkazamiz. Yaxshi. Endi akalar bu yerga bitta tekkizib ko'ramiz. Menimcha ishlat deb o'ylayman. Yana akalar tepada zagruzka ketyapti chap tomonda. Hozir o'yinda saqlanina qilgandan keyin biz o'tsak bo'ladi akalar. Mana eshikdan ochildi akalar, bo'ldi, ochildi. Sal balenda akalar telefon qo'tyapti. Endi aka aybga buyurmaysizlar. O'zi akalar shunday o'yin. Uncha-muncha telefonim ko'tarmaydi akalar. Xo'p, bizni qayergadir olib ketyapti akalar. Juda men yurmasam ham o'zi olib ketyapti akalar. Seriozni. Mana ko'rasizlar akalar, men yurmayapman. Ustimizga o'yinchoqlarni to'kib telyapti akalar. Har ovoz chiqqanda akalar men qo'rqib ketdim borku. Yomon qo'rqityapti akalar. Haggi-vaggi chiqadi-da akalar. Nima qilaman? Qayerdadir meni kutib o'tiribdi akalar. Quvib olasa, yomon yurayim bo'lmaydi akalar ana shunday sahnalarga. Xo'p, akalar, bu yerdan chiqishimiz kerak. Sakra birachka mana chiqib oldik. Bu yerda ham qandaydir zavod bor ekan. Needs to power, quvvat kerak deyapti akalar. Ayni akalar, needs to power. Quvvatsiz ham ishlasang bo'lmaydimi, birachka? Men senga quvvat qayerdan topib kelaman? Quvvat topib kelishimiz kerak ekan. Mana bu yerda akalar zina bor ekan, menimcha akalar. Har doimgi uslubda to'kni ulaverishimiz kerak bo'lsa kerak, tepaga chiqaylik-da. Rosa baland ekan. Tushib ketsak hech narsa qilmasmikan akalar? Mana bu yerda tortish kerak. Ana shu yerda tortib olamiz. Ana birachka tort. Yaxshi akalar, endi buni yoqqa o'tsak bo'ladi. Endi, короче, bu to'kni biz qayerga ulashimiz kerak, ha? Xo'p, kasetani ham topdik akalar. Yaxshi. Mana buni tortamiz. Pastga ketib qoldi akalar qo'l. Davay birachka, mana buni tort. Yaxshi akalar, tortdik. Endi akalar qo'lni mana bu yerga ulaymiz. Va akalar, короче, mana shulardan o'tkazamiz. Mana bundan ham o'tkazamiz. Menimcha akalar bo'ldi. Chunki akalar bu qo'lda, qizil qo'lda olib borib ulaydigan joy yo'q-da akalar, mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Menimcha akalar ishlat deb o'ylayman. Xo'p akalar, endi pastga tushib ko'rishimiz kerak. Birinchi navbatda shu kasetani ham qo'yib o'tib ketamiz akalar. Kasetada akalar videoda valdirab yotsin. Ungacha akalar o'zimiz ishimizni bitiraveramiz. Qani birachka kasetani qo'yib ber. Videosini ko'rmaymiz akalar.
Chunki So, unchalik Stella, qiziq what o'xshamayapti made you want akalar. to work at the Playtime Pastga Coat tushib Factory? ketaveramiz akalar. O'zimizda Playing with toys when I ishimizni was bajaraveramiz, lekin mana young is o'yin so menga va magical. juda yoqdi. Ikkita I qo'lni could go qaranglar. straight from my Ikki bedroom chekkada floor turgan to qo'lni qaranglar anywhere akalar. in the Namuncha world. chiroyli. It was such a Eng great zo'r akalar feeling. qo'limiz bilan uzoqdagi narsani ham olsak bo'lar Being able ekanda. to work at a toy factory, Nima can deyapti? provide Yana kids quvvat with kerak the deyaptimi? same experience. Vobshta tushunmayapman akalar. Yana It's a quvvat pretty kerak great deb feeling o'tiribdi-da too. bu. Negadir akalar mana shu yerdagisini yecholmayapman. Buni akalar akalar munosib o'tkazish kerakki, men bunisidan ham o'tkazish kerak. Men akalar bittasidan o'tkazsam men bo'ladi deb o'tiribman. Qo'l yetmayapti akalar. Qo'l kaltalik qilyapti borku. Nima qilish kerak akalar men bu yerda? To'xtanglar akalar. Mana shu qo'ytamiz. Men buni o'tkazamiz. Mana burchakda aydanib o'tkazamiz. Keyin akalar, короче, bosib ko'ramizmi? Burchakda yonmayapti akalar, nimagadir borku. Qani birachga bos. Nimagadir burchakdagi yonmay yopti. Men burchakdagi ham yonish kerak edi. Yonmayapti, lekin menimcha tushundim akalar. U burchakdagi o'tkazish kerak emas akalar. Prosta burchakdagi turgan ekan, men o'tkazish kerak deb o'tiribman. Qo'l o'tmayapti. Akalar, biz borib ko'k qo'l bilan ulab kelishimiz kerak ekan. Men shuncha betdan men buni qizil qo'l bilan ulab yotibman akalar. Shuning uchun o'xshamayotgan ekanda. Mayli akalar, davay mana shu yerdan otsak teganmikan? Yaxshi akalar, tegdi. Endi akalar mana bu yerdan ham o'tkazamiz. Qo'l yetsin. Qo'l yetsin. Yaxshi akalar, yetdi. Endi bossamiz. Va nihoyat akalar, mana to'kni ham qo'shib yubordik borku. Endi akalar, mana zavodni ishga tushirishimiz kerak. Mana elektr yondi deyapti akalar. Qani birachka, nimaga zavod ishga tushmadi akalar? Zavod ham ishga tushish kerak edi akalar. Mana energiya yongandan keyin qani birachka, yon. Bo'ldi akalar. Zavod ishga tushdi. Endi mana bu yerda dastaklarni akalar tushirishimiz kerak pastga. Nimaga bu dastaklarni tushiryapsizlar desang, короче, bilmayman akalar, bitta o'yinchoq yasashimiz kerak. Xo'p akalar, mana o'yinchoqlar parchalarini tomonga ketyapti. Kirmang deb yozib qo'yibdi akalar. Mana ichiga kirsak, bizdan ham endi o'yinchoq yasab tashlaydi, to'g'rimi? Mana ko'zni qaranglar, menga qarashini. Lo'lang ko'z, lo'lang bo'lmay ketgan. O'yinchoqim qani? O'yinchoq qoni akalar, biz mana shu atroflarda yurgandik-ku. Juda yo'q bo'lib qoldimi deymanda. Ha, mana uni ichida ekan akalar. O'yinchoq ichida bo'lgan paytda akalar mana ko'z yonar ekan. Mana birachka menga qaraverib akalar, jonga tegdi. Bu yoqqa o'tsam, bu yoqqa qarayapti, bu yoqqa o'tsam, bu yoqqa qarayapti. Ha, birachka qo'lingdan kelaman biron narsa yuz qaraganga yarasha. Bu qandaydir yo'lbarsnikimi, arinikimi? Yo'lbars arimi akalar, bilmayman. Fantaziyasi kuchli odamlar akalar nimalar qilib tashamaydi. Xo'p akalar, bu zavodni chani ichidan ham o'tyapti. Mana oxirgisidan o'tgandan keyin bizda o'yinchoqimiz ham tayyor bo'ladi. Xo'p akalar, qani birachka o'tdimi? Men akalar oxirgisiga ham kirdim. Ko'zim yo'q, qo'limda tiqib olgim kelyapti yo'q. Ko'zing ham mexanik bo'yotibdi-da birachka. Ana cho'qni tegdi borku, yashikka ham borku. Bu yoqqa uchadi. Akalar, o'yinchoqimiz tayyor bo'ldimi? Mana akalar kelayotgan ekan, nima kelmayapti desam, hozir akalar men turgan joy yorug'roqda, o'yin qorong'i grafikaga ega bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmayapti akalar, menga qandaydir borku. Xo'p, o'yinchoqni oldik. Men bu yoq yopiq, kirmang deb yozib ham qo'yibdi. O'yinchoqni qo'yga qo'yishimiz kerak endi akalar. Xo'p akalar, nima deb yozib qo'yibdi? Hech kim bu o'yinchoqsiz ketmaydi deb yozib qo'yibdi. Demak, mana shu yerga o'yinchoq qo'yishimiz kerak ekan. Endi mana akalar o'yinni saqlaniniya qilyapti. Xo'p akalar, endi biz shaqa borishimiz kerakmi? B2 degan joy bor. Voy, akalar haqqivaga shutdi ekan. Qani birachka yugur, yetti jumurlatib o'rnidan kulishini qaraylar birachka. Akalar, mana yoqqa kirib ketamiz. Kira olmasa kerak, siqmasa kerak akalar birachka. Qani biratishga jonim yugur. Kimdir tuq qilyapti akalar. Kimdir tuq qoch. Kimdir tuq qilyapti akalar. Qayerga qochishni ham bilmayman. Yugur birachka, nima sekinlashib qolding? Yugur, ana kelyapti. Qani birachka unda. Voy, ana jonim, meni qoch birachka, qoch. Qop qorong'i akalar, qayerga qochishni ham bilmayman. Qani birachka, yo'y. Ushlab oldi akalar. Ha, yomon qo'rqib ketdim borku. Hamma yer qop-qorong'i bo'yotibdi akalar, menga hech narsa ko'rinmayapti. To'xtanglar akalar, qorong'i joyga o'tib olayapsiz, yo'raman. Kamiga akalar, qayerga qochishni ham bilmayman borku. Orqaga qarab qoldimmi, nima bo'ldi akalar? Telefon haggi-vaggi kelayotgan tomonga akalar yugurib boribman. Yomon ushladi akalar. Ushlaganimiz ham yomon ushladi borku.
yuragim bir o'ynab oldi akalar. Yaxshi, endi sahraniniya qayerdadir? Sahraniniya qilgan akalar, bilmayman men qayerdan paydo qilar. Eshikni ochayotgan joydan bo'lsa kerak, chunki shu joyda ham akalar bir o'yin o'zini sahraniniya qilib oladi. Mana akalar eshikni ochayotgan joydan eshik ochildi. Qop-qorong'i joyga kirsa akalar, haggi-vaggi. Mana akalar chiqib keladi. Qochishga qoch, tez-tez. Telefon qotishga balo bormida? Qani yugur birachika. Izimizdan kelyapti akalar. To'q. Vabshit yomon tez harakatlanar ekan bor-ku. To'q. Qani birachika yo'l topishimiz kerak bu yoqqa ekan akalar, davay. Voy, yaniqdan kelyapti akalar. Men bor-ku, voyna xato qilgan ekanman-da. Mana to'g'riga emas, mana chapga yurish kerak ekan. Chunki deganda akalar to'g'riga biz chiqa olmaymiz. Qani birachika, mana yugur birachika yugur. Qani akalar, davay, mana bu yo'ldan tushib ketamiz yaxshi akalar. Ozgincha bo'lsa-ham, bu yoqqa yurib bo'lmaskan. Tabii birachikani holi ham to'q qilyapti, bor-ku, izimizdan kelyapti, no birachika balo bormida? Izimdan kelib nima qilasan? Bor, o'yinchog'ingni o'yna. Bor, zavodlarda aylanib biram chiroyli bo'lib ketgan, bu yoqqa tushishimiz kerak ekan. Qani birachika tavakkal akalar. Qaysi tomonga mana nima ekan? Voy, yopilib qoldi-yu. Voy, yana kelyapti akalar, itdan bo'lgan kelyapti. Ochil. Yaxshi, akalar ochildi. Qani birachika yugur birachika yugur. Yaxshi akalar, bir tezlashib oldik. Qani birachika mana shu yerga turamiz. Mana uni akalar tushishimiz kerak. Qani birachika tort, yo'lni buzish kerak. Tort birachika tortmayapti akalar, orqaga yurish kerakmi? Tort birachika yaxshi akalar. Kivaga akalar yopishdi. Yaxshi akalar tushib ketdi o'sha tomonga. Vabshit chuqur bo'lsa kerak edi. O'lgan bo'lsa akalar, vabshit xursand bo'lardim. Bor-ku, hozir yana akalar izimdan qaytib chiqib kelsa, chinisi akalar yuragim dosh bermaydi. Qayerga qochishni ham bilmayman. Qandaydir zinalarda akalar aylanib yuribman, mayli akalar. Mana shu yerlarda salgina bo'lsa ham akalar aylanib yuray, sal bo'lsa ham akalar qo'rquvim yo'qoladi. Qani birachika, hamma yerda ham yo'l yo'q ekan, kasda bor ekan akalar. Kasdani bilaman akalar, qayerga qilish, televizorga qilishimiz kerak. Kakras akalar, mana shu yerda televizor ham turgan ekan, bu kasdani qo'yib yuboramiz. Bizga akalar serial qo'yib beradi. O'zbekistonda mashhur bo'layotgan seriallardan birini. Qandaydir prototip haqida gapiryapti akalar. 1006 degan. Lekin bizga akalar bu prototiplarni akalar bizga qiziq yo'q. Tez o'yinchoq fabrikasidan akalar qochib ketishimiz kerak. Yana bironta o'yinchoq tirilib akalar qo'lab boshlamasdan tez surmasak bo'ladi. Короче, akalar men praktika qilib ko'rganim yo'q. Shuni o'ynab ketadigan odatim bor akalar. Yaxshi akalar, yutdiga bir balo qilib yana 0 dan boshlamadi akalar. O'zini ko'rlanini bir marta ushlab oldi. Bu xonalari ham akalar nima uchun qo'rqinchli xuddi birov chiqib qolaydi ekanda, yomon qo'rqyapman-da. Qani birachika eshik ochilarmikan? Yo'q ekan, eshik qulf ekan. Yaxshi akalar, tomonga o'tishimiz kerak. Qani birachika yoqqa yuramiz. Televizorda ovozini kimdir urib o'chirdi akalar. Aniq eshitaman. Bu yerda esa akalar qandaydir qiz o'yinchog'i bor ekan. Xo'p akalar, men bu yerda turibdi, qani akalar kabinetini ochib ko'raylikchi. Bu akalar suytuvchi vandi, qizaloq ko'zi ham o'chib vandi bor-ku, shu joyda yuzdan yurmay qoldi akalar. Xo'p, sen meni qafasimdimi, kabinetimni ochding dedi. Mana akalar o'yin tugadi. Agar do'stlar videochamiz yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlar obunani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nasib bo'lsa akalar keyingi qismlarni ham o'ynab video qilib chiqarib berishga harakat qilaman.